Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan milliy sertifikatda tushayotgan yoki tushgan 27 savollar jamlanmasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni geometriya bo'yicha yuzalarga doir misollar. Birinchi savolga qaraydigan bo'lsak, ABC to'rtburchakda BF tomon, ya'ni BF kesma FC kesmadan 3 marta katta ekan. Demak, FC kesmani biz x deb belgilab olsak, BF kesmamiz undan 3 marta katta. Shuning uchun 3x bo'ladi. Ya'ni bu yer x ekan, bu kesmamiz 3x bo'lar ekan. 3 ta AY'ni esa A'dagi teng deyilgan. Demak, AY'ni Y deb belgilab olsak, ED'imiz 3 ta Y'ga teng bo'lar ekan. Va bu yerda berilgan bo'yalgan sohalar yuzasi yig'indisi 7 ga teng ekan. Ya'ni bu qismini S1, bu qismini S2 deb belgilab olsak, S1 bilan S2 ning yig'indisi 7 ga tengligi aytilgan. Endi qolgan bo'yalmagan qismini topishligimiz kerak, ya'ni umumiysini topishimiz kerak. Bo'yalmagan qismini topib olsak, qo'shamiz va uni ABCda to'rtburchak yuzini hosil qilish uchun ishlatishimiz mumkin. Faqat bu yerda nisbatlar berilganligi uchun bizlar uchburchaklarda kesmalarni nisbatlar orqali yuzi topishni o'rganib chiqishimiz kerak. Buning uchun ixtiyoriy uchburchakda uchburchakni bir uchidan qarshi tomonga tushgan kesmani hosil qilgan kesmalar nisbati bilan yuzalar nisbatini bog'liqlik formulasini bilishimiz kerak. Buning uchun qoidani o'rganib chiqsak, uchburchakning bir uchidan tushgan kesma tomonni qanday nisbatlarda bo'lsa, yuzalarni ham shu nisbatda bo'ladi degan qoidadan foydalansak. Ya'ni bu A, bu kesmamiz B bo'lsa, bu SA, bu yuzamiz SB bo'ladigan bo'lsa, demak, qoidaga ko'ra kesma qanday nisbatda bo'lsa, kesmalari, demak, yuzalari ham shu nisbatda bo'ladi. Shuning uchun SA ning SB ga nisbati A ning B ga nisbatiga teng deb aytishimiz mumkin. Bu xossani ishlatish uchun to'rtburchakda, demak, uchburchak hosil qilishimiz kerak, ya'ni B da diagonal o'qizsak. B da diagonal o'qizganimizda bizda ikkita uchburchak hosil bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi birinchi BDS uchburchagiga e'tibor bersak, bu yerda x va 3x degan kesmalar nisbati bor. Buni DE kesma hosil qilgan. Demak, xossamizga ko'ra tomonni qanaqa nisbatda bo'lsa, yuzani ham shu nisbatda bo'ladi. X va 3x bo'lganligi uchun S1imiz, S2imiz x da bo'lsa 3x dagi, demak, undan 3 marta katta, ya'ni 3 ta S2 bo'ladi. Xuddi shu xossani A, B, D uchburchak uchun ham ishlatsak, S1 da Y bo'lsa, 3Y da, demak, 3 ta S1 bo'ladi. Bundan kelib chiqishi mumkin, umumiy A, B, C, D to'rtburchagining yuzasi 4 ta S1 va 4 ta S2 ning yig'indisidan tashkil topgan. Bu degani 4 ta S1 plus 4 ta S2. Bu yerdan 4 ni qavsdan tashqariga olib chiqsak, S1 plus S2 bo'ladi va bizga S1 bilan S2 ning yig'indisi 7 ga tengligi aytilgan. Bu degani 4 kara 7, ya'ni 28. Demak, berilgan to'rtburchagimiz yuzasi 28 ga teng ekanligini topib oldik. Tushunarli bo'lsa, keyingi misolga o'tsak. Tomoni 4 ga teng bo'lgan muntazam oltiburchak 3 ta tomonlarining o'rtalari tutashtirilib, muntazam uchburchak yasaldi. Bo'yalgan soha yuzini toping. Demak, avvalambor bizlarda berilgan sohalarga e'tibor beradigan bo'lsak, ikkita bir xil, ya'ni teng bo'lgan shakl berilgan. Demak, bizlar yuzani topishlik uchun bittasini topsak yetadi. Ya'ni S bo'yalgan bu yerda ikkita S1 ga teng bo'ladi. Shuning uchun S1 o'zini topsak yetarli. Buning uchun biz uchburchak yuzini topishimiz kerak. Uchburchak yuzini topishlik uchun qaysi xossalardan foydalanamiz? E'tibor bersak, oltiburchakning tomon 4 ga tengligi aytilgan va tomonlarning o'rtalaridan deyilgani uchun bu qismi 2, bu qismi ham 2. Bu qismi ham 2, bu qismi ham 2 bo'lib chiqadi. Ana endi muntazam uchburchakda burchaklar xossasidan foydalansak, ichki burchaklar 120 gradusdan bo'lardi. 120 gradusdan bo'lganligi uchun teng yonli uchburchakda bu yer 30 gradus va bu yer ham 30 gradus. Va umumiy 120 gradus bo'lish uchun, demak, bu 90 gradus ekanligi kelib chiqadi. Bundan kelib chiqib, uchburchagimizda mana bu uchdan bu tomonga, ya'ni mana bu tomonga tushgan balandlikni topmoqchi bo'lsak, u tashqi qismga tushadi va uni uzunligi 2 ligini bilib oldik. Demak, balandligi 2 ligini bildik. Uchburchakning yuzini topish uchun shu balandlik tushgan tomon, ya'ni mana bu qismni topishimiz kerak. Uni topish uchun nima qilamiz? Fales teoremasiga ko'ra, bir xil nisbatda bo'lganligi uchun bu tomonga parallel bo'ladi. Ya'ni bu kesmalar parallel. Parallellik xossasidan ko'ra bu burchak bilan bu burchak 30 gradusdan teng. Va bundan kelib chiqib, buni 2 ga tengligini aytishimiz mumkin. Ya'ni shu kesma 2 ga teng. Endi
Muntazam uchburchak bo'lganligi uchun bu burchak 60 gradus, ya'ni ko'rinishligi uchun bu burchak 60 gradus bo'ladi. Bundan kelib chiqib bu qismi 90 gradus bo'ladi. Va to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lgan bo'lsa, to'g'ri burchakli uchburchakda 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga teng. Ya'ni bu qism 1 ga teng. Ya'ni mana bu qismi 1 ga teng. Bizdagi bo'yalgan soha yuzidagi uchburchakni tomoni esa 60 gradus qarshisidagi katet bo'ladi va u 30 gradus qarshisidagi katetdan ildizosida 3 marta katta. Demak, u ildizosida 3 ga teng. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkin, S1imiz o'zi balandligi 2 va balandligi tushgan tomonimiz ildizosida 3 ni ko'paytmasini yarmiga teng. Bu yerda ikkilarini qisqartirsak, S1 ildizosida 3 ga yoki bo'yalgan soha yuzasi 2 ildizosida 3 ga tengligini bilib olishimiz mumkin. Endi bunisi ham tushunarli bo'lsa, keyingi savolga o'tsak, keyingi savolimizda muntazam 8 burchak berilgan ekan va bo'yalgan soha yuzasi, ya'ni to'rt burchak yuzasi 12 ga teng bo'lsa, 8 burchak yuzini toping deyishgan. Bu yerdan 8 burchak yuzasini topishlik uchun avvalambor 8 burchakni tomonini topib olishimiz kerak. Tomonni topishlik uchun to'rt burchakni yuzasi bo'yicha tomonlari bog'lab olamiz. Ya'ni qanday? Tomonni A deb belgilab olsak, demak, muntazamligi uchun 8 burchak hamma tomoni A dan bo'ladi. Va bo'yalgan soha yuzini topishlik uchun bu to'rt burchak edi. To'rt burchakni ikkinchi tomonni ham topishligimiz kerak. Ya'ni bu yerda GFED trapetsiyaning katta asosini topishimiz kerak. Katta asosini topish uchun burchaklardan foydalanamiz. Muntazam 8 burchakda har bir ichki burchagi 135 gradusdan bo'lganligi uchun bu burchagimiz 45 gradusga teng. Bundan kelib chiqib, trapetsiyada balandlik tushirsak, tushgan balandligi 45 gradus qarshisida bo'lganligi uchun trapetsiya ajratgan kichik kesmaga teng bo'ladi va teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak hosil qiladi. Teng yonli to'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzasi katetdan ildizosida 2 marta kattaligini bilganimiz uchun hosil bo'lgan mana bu yerdagi qismi, demak, A dan, ya'ni hozirgi gipotenuzadan ildizosida 2 marta kichkina. Xuddi shu xossani ikkinchi tomonga ham ishlatsak, bu yer ham A taqsim ildizosida 2 bo'ladi. Balandligi ham A taqsim ildizosida 2. Va balandliklar tushirganimizda orada katta asosda ajratilgan o'rtadagi kesma kichik asosga, ya'ni A ga teng bo'ladi. Bundan kelib chiqishi mumkin, demak, bilishimiz mumkin bo'lgan jarayon. Bizda berilgan to'rt burchakni bitta tomoni A ga, ya'ni to'rt burchak HGDS to'rt burchakni bitta tomoni A ga, ikkinchi tomoni esa A plus 2A taqsim ildizosida 2 ga teng. Va buni 12 ga tengligi aytilgan. Bu yerda ozgina soddalashtirib olamiz. A ni qavsdan tashqariga chiqarsak, A kvadrat ko'paytirilgan 1 plus 2 bilan ildizosida 2 ni qisqartirsak, ildizosida 2 bo'ladi. Bu 12 ga teng ekan. Endi biz umumiy 8 burchakning yuzini topishlik uchun trapetsiyaning yuzini topsak yetarli bo'ladi. Trapetsiyaning yuzini topish uchun nima ish qilamiz? Trapetsiyaning yuzini topish uchun S trapetsiya ikkita asosi berilgan, ikki asosini yig'indisini yarmini balandligiga ko'paytirsak yetarli. Ya'ni bitta asosimiz A, ikkinchi asosimiz A plus A ildizosida 2 bo'ldi. Ya'ni ikkalasini qo'shganimizda A ildizosida 2 ekan. Va uni 2 ga bo'lamiz, ko'paytiramiz balandligiga. Balandligimiz A taqsim ildizosida 2 edi. Demak, bu topishligimiz mumkin. A ni qavsdan tashqariga olib chiqib tursak, A ko'paytiruv 2 plus ildizosida 2 ko'paytiruv A taqsim 2 ildizosida 2 bo'lar ekan. Va A bilan A ni ko'paytirsak A kvadrat, ichkari qavsdagi ildizosida 2 larni qavsdan tashqariga olib chiqsak ildizosida 2 ko'paytiruv 2 dan ildizosida 2 ni olib chiqsak ildizosida 2 plus 1 qolar ekan va taqsim 2 ildizosida 2 bo'lar ekan. Va ikkilarni qisqartirsak, bu bizda S trapetsiya A kvadrat ildizosida 2 plus 1 ga tengligi taqsim 2si bor. 1 ga tengligidan buni biz oldin topgandik, ya'ni mana bu qismni topgandik. 12 ga tengligini. Shuning uchun suratni 12 ligini bilamiz va 12 ni qo'ysak, trapetsiyamizning yuzi 12 taqsim 2, ya'ni 6 ga tengligi ma'lum bo'ladi. Endi 8 burchakning yuzasi nimadan tashkil topgan? Ikkita trapetsiyaning yuzasi va bo'yalgan soha, ya'ni to'rt burchakning yuzasidan tashkil topgan. Demak, trapetsiyamizning yuzasi ikkitasi
12 ga va bitta bo'yalgan sohamiz yuzasi berilganiga ko'ra 12 ga teng bo'lsa, umumiy yuzamiz 24 ga teng ekan. Tushunarli bo'lsa, keyingi savolga o'tamiz. Demak, bu yerda bundan oldingi hozirgi 3-savolimizdagi xossani ham bilib olsak bo'lar ekan. Demak, 8 burchakda ikkita diagonal bilan ajratilganda hosil bo'lgan to'rt burchagimizning yuzasi 8 burchakni yuzini yarmiga teng ekan yoki ikkita ajratilgan trapetsiyalarni yuzalari yig'indisiga teng ekan. Buni umumiy xossa qilib yodlab olsak ham bo'ladi. 4-misolga o'tadigan bo'lsak, 4-misolda bizga 4 ta kvadrat berilgan ekan. 4 ta kvadrat, ikkitasining tomonlari 5 dan, bittasi 10 bo'ladi demak. Keyingisi demak o'z-o'zidan 20 ga tengligi berilgan. Chunki teng-teng qilib bo'lib qo'yilgan ekan. Va bizdan bo'yalgan soha yuzini toping deb savol berilgan. Demak, bo'yalgan soha yuzini topishlik uchun nima ish qilamiz? Bu yerda kvadratlar borligi uchun kvadratlar orqali to'g'ri chiziqlar, ya'ni perpendikulyar chiziqlar orqali to'ldirib olsak. To'ldirib oladigan bo'lsak, undan oldin tomonlar uzunliklarini yozib olsak, MA ikkita 5 ga teng bo'lganligi uchun uzunligi 10 ga teng bo'ladi. AD'imiz esa MA dan ikkitasiga teng bo'lganligi uchun, demak bu 20 ga teng bo'ladi. Va perpendikulyar chiziqlar o'qizamiz. Perpendikulyar chiziqlarni qanday o'qizamiz? Bu tomonga o'qizsak va bu yerdan ham bo'lib olishimiz kerak. Bo'lib oladigan bo'lsak, bizda bu nuqtani O nuqta deb qarasak, umumiy S O F S ga qaraydigan bo'lsak, bu yer to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ldi. Uni tomonlari bu yer 5 ga teng edi, bu yer 10 ga teng edi. Demak, bu yer ham 10 ga teng. Bu yer 5 ga, bu yer 10 ga, bu qismi 20 ga teng. Ya'ni kvadrat deganligi uchun kvadratlardan uzunliklarni topib oldik. Va hosil bo'lgan shakllarni e'tiborga qaratsak, bu yerda hosil bo'lgan shakllarimiz. Bizda hosil qilingan O, F, S uchburchak yuzasining ichida qaysi yuzalar bor? Bular S1 to'rtburchak tomoni 5 va 10. Demak, S1 plus ikkinchisi to'g'ri burchakli uchburchak, mana bu yerda S2 va yana bitta to'g'ri burchakli uchburchak, mana bu yerda uni S3 deb belgilasak, mana ko'rishimiz mumkin. Buni L deb belgilasak, L berilgan ekan. Demak, Z deb belgilasak. Xo'sh, ZNS uchburchak, to'g'ri burchakli uchburchagimizning yuzasi S3 bo'ldi. Demak, plus S3 deb belgilasak va bizda bo'yalgan soha yuzasi bor. S bo'yalgan deb belgilab qolamiz buni. S bo'yalgan. Va bu yerda demak, katta to'g'ri burchakli uchburchagimiz yuzasi S1, S2, S3 va bo'yalgan bizlardan so'ralgan yuzalar yig'indisiga teng ekan. Endi biz topishimiz mumkin bo'lgan qismlar qaysilar? Eng katta uchburchak yuzasini topa olamiz, chunki bu yerda katet bor. Mana bu katetimiz 15. Mana bu katetimiz 35. Demak, uchburchagimiz yuzasi 15 ko'paytiruv 35 taqsim 2 ga teng. S1 ga keladigan bo'lsak, S1 to'g'ri to'rtburchak edi. Tomonlari 5 va 10 ga teng. Shuning uchun 5 karra 10 dedik. S2miz to'g'ri burchakli uchburchak, tomonlari 5 va 5, katetlari taqsim 2 bo'ladi. S3 katetlari umumiy 30 va 10. 10 bo'lganligi uchun, demak, S3imiz 10 ko'paytiruv 30 taqsim 2 bo'ldi. Va plus S bo'yalgan. Endi mahrajda barchasi 2 borligi uchun tenglikning ikkala tomonini 2 ga ko'paytirib olsak, 15 ko'paytiruv 35 teng bu yoqda 5 ko'paytiruv 10 edi, 50, 2 ko'paytirganimiz uchun 100. 5 ko'paytiruv 5 25 edi, mahrajda 2 bilan ko'paytirganimizda 2lar yeyishdi. Demak, teng plus 25 plus 10 karra 30, ya'ni 300 plus S bo'yalgandan 2 ta bo'ladi. Endi e'tibor bersak, 15 karra 35 525 tenglikning narigi tomonida 125 va 300 ning yig'indisi 425 va 2 ta S bo'yalgan bo'ladi. Bu yerdan S bo'yalganni topib oladigan bo'lsak, 525 dan 425 ayiramiz 100 va 2 ga bo'lsak 50 ga teng ekan. Demak, 4-misolimizda javob 50, ya'ni bo'yalgan qism 50 ga teng ekan.
Beshinchi savolga o'tadigan bo'lsak, ABSda uchburchak berilgan ekan. Bu yerda muntazam bo'lsa kerak. ABS uchburchak emas, oltiburchak ekan, muntazam bo'lsa kerak. Yuzasi 36 ga teng. Bo'yalgan BDF uchburchak yuzini toping deyishgan. Demak, bu muntazam bo'lishi kerak. Demak, muntazam bo'lganda biz qanday yechardik? Bu ancha osonroq misol hisoblanadi. Nima uchun oson? E'tibor qaratsak, muntazam uchburchak bo'lgandan keyin, oltiburchak bo'lgandan keyin hamma tomoni teng. Hamma tomoni teng 120 gradusdan bo'lganligi uchun uchburchagimiz ham muntazam. Muntazam. Endi tomonni topib olib tomonga bog'lab olsak ham bo'ladi, lekin tomonga bog'lamaymiz. Bizda osonroq yechim bo'ladi. Bu burchak 120 gradus. Demak, og'irlik markazidan uchlarigacha bo'lgan masofalarni o'lchasak, u yerdan ham 120 gradusga teng bo'lib, ular teng bo'lib qoladi. Ya'ni oltiburchak tomonlariga teng bo'lib qoladi. Hammasi 120 gradusda. Shuni hisobiga bizda oltiburchakning ichida 6 ta teng shakl paydo bo'ladi. Ya'ni yuzalari ham teng, o'zi ham teng. S1, 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 S1 va S1 deb qarasak, hammasining yuzasi 6 ta S1 bo'lar ekan va uni 36 ga tengligi aytilgan. Bu degani S1 demak 6 ga teng. Uchburchagimizning yuzasi esa, ya'ni uchburchak bo'yalgan soha yuzasi bu yerda 3 ta S1 yoki 3 ta 6, ya'ni 18 ga teng deyishimiz mumkin. Tushunarli bo'lsa, 6-savolga o'tamiz. 6-savolimizda ABCD parallelogramda BC tomonda E nuqta olingan. Demak, E nuqtamiz bor. AD tomonda F nuqta olingan va F AC kesma bilan P nuqtada kesishadi. Kesishadi mana bilingan. AD 4 ta AF ga teng. Demak, belgilab olamiz. AD umumiysi 4 ta AF ga teng bo'lsa, demak, AF ning x deb belgilasam, AD to'liq 4 ta AF, ya'ni 4 x ga teng. Demak, bu qismi 3x bo'lishi kerak. To'lig'i 4x bo'lishligi uchun. Keyin AF 3 ta AP ga teng deyilgan. Lekin bu yerda adashmasam, AF emas, AC bo'lishi kerak. Chunki AP AFdan kattaligi ko'rinib turibdi va AP AC tomonda diagonalda bo'lganligi uchun, demak biz buni AP deb o'ylasak, AP Y desak, AC 3 ta Y ga teng. Shuning uchun PC qismi 2 ta Y bo'ladi. Shunda umumiy 3Y bo'lib belgilanadi. Endi bu yerda boya aytganimizdek nisbatlardan foydalanishimiz kerak. Nisbatlardan foydalanishimiz uchun avval shakllarga ajratib olamiz. Shakllarga qanday ajratib olamiz? Birinchi qismida qizil bilan belgilab olaylik. O'xshashlikka ko'ra mana bu burchak alfa desak, bu burchagimiz ham alfa bo'ladi. Shunga ko'ra A, P, F uchburchagimiz o'xshash P, E, S uchburchagimizga. Nima uchun o'xshash? Chunki ichki almashinuvchi burchaklar bor, ular teng. Vertikal burchaklar bor, ular teng. Demak, o'z-o'zidan uchinchi burchaklari ham teng. 3 ta burchagi teng bo'lgan uchburchaklar o'zaro o'xshash. Va o'xshash tomonlarning nisbatini oladigan bo'lsak, o'xshash tomonlar. Vertikal burchaklarimizni qarshisidagi tomonlar x, demak bunisi 2x bo'lishi kerak. Chunki vertikal va alfa burchaklarga yopishgan y, ikkinchisi 2y bo'lgandan keyin o'xshashlik koeffitsiyenti 2 ga 1 bo'ladi. Demak, bir uchburchagimiz tomoni ikkinchisidan 2 marta kattaroq. Bundan kelib chiqib bu tomonni 2a desak, bunisi a bo'ladi. Uchburchaklar tomonlarini ajratib oldik. Endi bizga berilgan yuzaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bizga berilgan yuzamiz ABEP, ya'ni bu yerdagi yuza berilgan ekan, bu to'rtburchak yuzi 16 ga teng ekan. Uni yuzini qanday topsak bo'ladi? Bu yuzani topishlik uchun bizlar ajratib olsak, uni ham ajratib olamiz. Qanday ajratamiz? Avval berilgan parallelogramimizda AD 4x bo'lganligi uchun BC ham 4x bo'lsa, bu yerda 2x deb belgilab olaman. Va shunga ko'ra B bilan P ni birlashtirsam. B bilan P ni birlashtiradigan bo'lsak, BPC uchburchakda mana bu PE tomoni teng bo'lgan. Demak, yuzani ham teng bo'ladi. Bu yer S1 desam, bu qism ham S1 bo'ladi. Ya'ni BPC uchburchak uchun dastlabki birinchi misolda o'tgan xossamizni ko'rib chiqdik. Keyingi xossamizga ko'ra e'tibor bersak, ABC uchburchakda BP kesma tomonni Y va 2Y nisbatda bo'lgan. Yuzani ham demak 2U1 nisbatda bo'lishi kerak. E'tibor bersak, bu yerda o'zi 2 ta S1 bor. Demak, bu qismimiz ham S1 bo'lishi kerak. Ya'ni undan 2 marta kichikroq. Shuning uchun bu qismini S1 deb belgilab olamiz. Va bizda berilganda yuza ABPE
16 ga teng edi. Biz esa u yerda ikkita S1 belgilab oldik. Bu yerdan o'z-o'zidan S1 8 ga tengligini bilib olamiz. Keyingi qismi parallelogramda diagonal o'tqizilsa yuzi teng 2 bo'lakka bo'linadi. Shundan foydalanishimiz mumkin. Demak, parallelogramning yuzasi yarmi 3 ta S1 bo'lsa, parallelogramning yuzasi demak umumiy 6 ta S1 ga teng yoki u 48. Tushunarli bo'lsa, keyingi qismidan topa olamiz. Keyingi qismi qanday? Keyingi qismida DP kesma o'tqizsak. DP kesma o'tqizganimizda ikkita uchburchak va u ikkita uchburchagimizda yana uchburchaklar bo'lingan. Bu yerda mana bo'lingan joydan ajratib olamiz. Bu qismini S2 deb belgilasam, x tomonda turgan x kesma ajratgan S2 bo'lsa, 3x lik qismi demak o'z-o'zidan 3 S2 bo'ladi. Bu 3 S2 va keyingi qismiga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda DP kesma AC kesmani 2:1 nisbatda bo'lgan. Demak, yuzalari ham bundan 2 barobar kattaroq yuza ajratadi. Shunga ko'ra, y lik yuzamiz S2 va 3 ta S2 ning yig'indisi 4 ta S2 bo'lsa, undan 2 marta katta bo'lganligi uchun bu qismimiz 8 ta S2 bo'ladi. Va bizda parallelogramning yuzasi umumiy Q8 edi. Diagonal, AC diagonal o'tqizgan paytimizda mana bu qismi yarmi bo'lganligi uchun bizda hosil bo'lgan hozirgi 12 ta S2 miz parallelogramning yuzasining yarmiga teng, ya'ni 24 ga teng. Bundan o'z-o'zidan S2 ni 2 ga tengligini bilib olamiz. Bizdan so'ralayotgan bo'yalgan qism yuzasi esa 8 ta S2 bilan 3 ta S2 ning yig'indisi bo'lganligi uchun uni 11 ta S2 va S2 miz ikkiligini hisobga olgan holatda 11 kare 2 22 deb ayta olamiz. Tushunarli bo'lsa, keyingi savolga o'tsak. 7-savolimiz ABCD parallelogramda BE va EC teng, mana teng belgilar qo'yilgan. CF bilan FD teng, bu yerda ham tenglik berilgan ekan. AD va AE kesmalari T nuqtada kesishadi, belgilangan ekan. Agar ABCD ya'ni parallelogramning yuzasi 96 ga teng bo'lsa, TED ya'ni bo'yalgan soha yuzini topishligimiz kerak. Bu yerda misolni yechish uchun avval belgilangan qismlar, teng qismlarni belgilab olamiz. Ular x dan desak, demak BC tomon bilan AD tomon teng 2x, chunki bu parallelogram qaram-qarshi tomonlar teng bo'ladi. Xo'sh, va endi nisbatlarni ajratib olamiz. Bu yerda nisbatlarimiz. Birinchi, bu burchak alfa bo'lsa, demak bu ham alfa. Bu burchak bilan bu burchagimiz ham teng. Bu burchaklarimiz teng. Bundan kelib chiqib, BTE uchburchak bilan ATD uchburchak o'xshash va o'xshash tomonlar nisbati 2 ga 1 ligini ko'rdik. Shuning uchun bu qismini A desam, bu qismi 2A bo'lar ekan. Endi nisbatlarni ajratib oldik. Nisbatlarni ajratganligimiz uchun qolgan qismlardan ham o'xshashlik yoki kesmalar orqali tomonlarni topib olamiz. Tomonlar nisbati bo'yicha yuzalarni ajratib olamiz. Endi uchburchak yasaymiz yana. Uchburchak yasaganimizda BED uchburchak hosil bo'ldi va TE kesma, mana bu kesma BD tomonni AED uchburchak uchun BD tomonni AU2A nisbatda bo'lgan va bundan foydalanib bu qism S1 desam, bu 2 ta S1 bo'ladi. Va ED kesma EDS uchburchagini ham hosil qildi. Va EF uchburchakni tomonni teng 2 ga bo'lgani uchun yuzani ham teng 2 ga bo'ladi. Bu yerini S2 desam, bu qismi ham S2. Va bizda yana eng muhim narsa ED kesma AB yo'q, A emas ekan, BCD uchburchak mana bu uchburchagimizni tomonini BC tomonini ham teng 2 ga bo'ldi. Teng 2 ga bo'lganligi uchun yuzani ham teng bo'lib qo'yadi. Ya'ni S2 bilan 2 ta S2 bilan S1 va 2 ta S1 ning yig'indisi o'zaro teng bo'ladi. Bundan foydalanib 2 ta S2 ga 3 ta S1 ni tenglab olsak, demak S2 miz 1,5 ta S1 bo'la oladi. Va parallelogramimizning yuzasi umumiy 96 ga teng edi. Bundan oldingi misolimizda ham aytdik, parallelogram diagonali yuzani teng bo'ladi. Shundan foydalanib biz aytishimiz mumkin. 2 ta S2 va 3 ta S1imizning yig'indisi parallelogramning yuzasining yarmiga teng, ya'ni 48 ga teng edi. Va 3 ta S1imiz 2 ta S2 ga tengligidan umumiy 4 ta S2miz 48 va S2 bu yerda demak 12 bo'lar ekan.
S2 12 bo'ladigan bo'lsa, S1 undan 1,5 marta kichkinaligini hisob qilsak 8 ga teng. Bundan kelib chiqib, bo'yalgan soha yuzasi S bo'yalgan 2 S1 plus S2 yoki 2 S1imiz 8 dan 2 tasi 16, S2miz esa 12 bo'lsa, umumiy bo'yalgan soha yuzasi 28 ga teng ekan. Tushunarli bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. 8-misolimiz. 8-misolda ABCda to'rt burchak va unda 3 ta to'g'ri burchakli uchburchak yuzalari berilgan va bizdan so'ralayotgan bo'yalgan soha yuzini topishlik. Buning uchun nima qilamiz? To'g'ri burchakda hozir agarda biz belgilayotgan paytimizda tomonlarni har xil kesmalar bilan ajratib belgilab oladigan bo'lsak, unda ayniyat bo'lib qoladi va topishlikka qiynalamiz. Shuning uchun ixtiyoriy bitta kesmani aniq son bilan belgilab olamiz. Shunga mos holatda qolganlarini belgilab chiqamiz. Mana misol uchun edi kesmani biz 4 deb olsak, 12 ning bo'luvchisi bo'lganligi uchun tanladim 4 ni. 4 ni belgilab olsam, DF kesmamiz 6 bo'lishga majbur bo'ladi. Nima uchun 6 bo'lishga majbur? Chunki DEF uchburchakning yuzi 12 chiqishligi uchun ED ni o'zimiz 4 deb tanladik. DF demak 6 bo'lishligi kerak. Chunki katetlarni ko'paytirib 2 bo'lsak 12 chiqishi kerak. Shuning uchun 6 deb belgiladik. Endi qolganini son bilan belgilay olmaymiz. Faqat shu qismini son bilan belgilaylik. Qolganini shunga bog'lab ketamiz. FS kesmani misol uchun X deb belgilasak, X deb belgilaganligimiz uchun BS kesma o'z-o'zidan 30 taqsim X bo'lishga majbur. Nima uchun deyilsa, sababi BFS uchburchakning yuzasi 15 chiqishligi uchun katetlari ko'paytirib 2 bo'lganimizda 15 chiqishi. Shuning uchun 30 taqsim X ko'paytirsak 30, 2 bo'lsa 15 chiqadi. Shuning uchun bu qismini 30 taqsim X deb belgiladik. To'g'ri to'rtburchak bo'lganligi uchun BS tomon bilan AD tomon teng. Shuning uchun AE kesmamiz 30 taqsim X minus 4 bo'ladi. Va AB kesmamiz 6 plus X bo'lganligi uchun AEB uchburchak yuzasi 27 bo'lishligi uchun 6 plus X bilan 30 taqsim X minus 4 taqsim 2 27 ga teng bo'lishi kerak. Bu tenglamani yechsak, bu tenglamadan 6 plus X bilan umumiy maxraj berib olsam 30 minus 4X taqsim 2Ximiz teng bo'lishi kerak 27 ga. Va buni yechsak 6 kare 30imiz 180, 6 kare 4Ximiz minus 24X plus 30X bilan plus 6X bo'lar ekan. Ayrilgan 4X kvadrat teng 2X ni 27 ko'paytirsak 54X bo'lar ekan. Va bu yerdan noma'lumlarni bir tomonga olib o'tamiz. Yoki kvadrat tenglama yasab olsak 4X kvadrat plus 54X 6X ayirsak 48X minus 180 teng 0 kvadrat tenglamamiz. Barcha koeffitsiyentlar 4 ga bo'linganligi uchun 4 ga bo'lib olsak x kvadrat plus 12x minus 45 teng 0 bo'lar ekan. Va bu yerda vet teoremasiga ko'ra ko'paytmasi 45, farqi 12 bo'lgan sonlar. Demak, bu yerda 3 bilan 15 va 3 musbat, 15 manfiy chiqar ekan. Va bu ildizlarimizdan bizlar kesma uzunligi musbat bo'lganligi uchun x ni 3 ligini bilishimiz mumkin. X ni 3 ligini bilganligimiz uchun bu yer demak 10 ga teng. Bu tomonimiz 10 ga, bu tomonimiz esa 3 bo'lsa, demak bu kesmamiz bir tomoni 9 ga teng. To'liq 9 ekan bu qismi. Endi bizda bo'yalgan soha SB deb qarasak, S to'rtburchakning yuzasi, ya'ni ABCD ning yuzasi tomonlari 9 va 10 bo'lganligi uchun 90 ga teng va u qayerdan kelib chiqadi desa, 4 ta uchburchakning yuzasini yig'indisi. Bizda 3 tasining yuzasi bor. 12, 15, 27 va bo'yalgan qism yuzasi. Bu yerdan demak 90 ni teng bo'lganligini bilishimiz mumkin. 12, 15, 27 va 27 bilan 54 plus S bo'yalgan. Va bu yerda S bo'yalgan. 90 dan 54 ni ayirsak 36 ga teng ekan. Bu misolimiz ham tushunarli bo'lsa, keyingi savolimizga o'tamiz. 9-savolimiz. ABC to'g'riburchakli uchburchakda AC gipotenuzasi A va C uchlari markaz qilib, radius 6 sm sektorlar chizilgan. Rasmdagi ma'lumotlarga ko'ra bo'yalgan soha yuzini topishligimiz kerak. P 3 deb olinishi kerak ekan. Bu yerda demak, bu yuzamiz S1, bu yuzamiz S2 va biz S bo'yalganini topishligimiz kerak. Buning uchun nimalarni topishligimiz kerak? Avvalambor
S uchburchak ABC uchburchakning yuziga qarasak, u S1 plus S2 va S bo'yalganga teng. Va o'zi yuzamiz, katetimiz bittasi 8, ikkinchi katetimiz 15 bo'lganligi uchun 15 ko'paytiruv 8 taqsim 2 ga teng. Ya'ni bu yerda 15 ko'paytirilgan 4 yoki 60 deb yozsak bo'lar ekan. Endi bizda to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. Bu burchak alfa, bu burchak beta bo'lsa, alfa bilan betaning yig'indisi to'g'ri burchakli uchburchakning o'tkir burchaklari bo'lganligi uchun 90 gradusga teng. Va bizda muammo bo'ladi S1 sektor bilan S2 sektorni topishlikda, chunki alfa bilan betani hisoblashimiz kerak. Lekin bizda oson bo'lishligi uchun radiuslar 6 sm dan deb aytilgan. Shundan foydalanamiz va S2 ni uchidagi S uchini A uchga olib kelib qo'yamiz. Qo'yganimizda bitta burchak ajratsak, mana bu yerda hosil bo'layotgan sektorimiz S2 yuzi bilan teng bo'lib qoladi. Va alfa bilan betaning yig'indisi 90 gradus bo'lganligi uchun bu burchak 90 gradusli sektor hosil qiladi. 90 gradusli sektor bo'lsa, demak bizlar S1 bilan S2 ni alohida emas, S1 plus S2 ni umumiy topishimiz mumkin. Umumiy topganimizda bu radiusi 6 santimetrlik doiraning 4 dan 1 qismi bo'ladi, chunki 90 gradus. Va bu doiramizning yuzasi umumiy bo'lganda pi r kvadrat bo'lardi, ya'ni 36 pi bo'lardi, lekin 4 dan 1 qismi bo'lganligi uchun 4 ga bo'lamiz. Va 36 ni 4 ga bo'lsak 9, pi ni 3 deb oling deb yozilganligi uchun 3 ga ko'paytirsak 27 ga teng. O'zi bizga berilgan S1 plus S2 va S bo'yalgan 60 ligini aniqlagandik. S1 bilan S2 ning yig'indisi 27 ligini bilganimiz uchun, demak S bo'yalgan, ya'ni bo'yalgan soha yuzasi 60 dan 27 ni ayirganimizga, ya'ni 33 ga teng ekan. Bu misolimiz ham tushunarli bo'lsa, keyingi misolimizga o'tamiz. 10-misolimizda agar ABCD kvadrat bo'lib tomoni 10 sm bilgan bo'lsa, chizmada bo'yalgan soha yuzini toping deyilgan. Demak, kvadrat berilgan, tomoni 10 ga teng. Bu tomonni 10 ga tengligini bildik. Demak, BQ bilan QC teng bo'lakka bo'linganligi uchun 5 5 dan. Bu qismi ham 5, bu qismi ham 5. Bu yerda misolni yechishligi uchun bizda nimalar bo'lishi kerak? Avvalambor, bu qismini S1 deb belgilasam, bu qismi S2 bo'lsa, demak bu qismi ham S1 bo'ladi. Nima uchun S1? Sababi A, B, Q uchburchak bilan hozir B, S, P uchburchak teng. Chunki to'g'ri burchakli uchburchak ikkalasi ham katetlari 5 va 10 dan o'zaro bular teng. Shuning uchun S2 umumiy yuzi bor, qolgan qismlari S1 S1 dan. Demak biz S1 o'zini topsak, hamma qismini topa olamiz. Ya'ni ikkita S1 topsak bo'ldi. Buning uchun BP mana bu kesmani davom ettiramiz. U qachondir AD tomon yotgan to'g'ri bilan kesishadi. Va bu yerdan bilishimiz mumkin, o'xshashlik hosil bo'ladi. Bu tomonni L deb qo'ysak, uchini DPL uchburchak, mana bu burchak alfa bo'lsa, bu burchak ham alfa bo'ladi, ya'ni ichki almashinuvchi, chunki BC bilan AL parallel edi. Ichki almashinuvchi burchaklar bo'lgani uchun bu yerda o'xshash uchburchaklar hosil bo'ladi. Ya'ni mana bu uchburchagimiz bilan mana bu uchburchagimiz o'xshash. Va tomonlari mosligiga ko'ra qanday moslik olsak bo'ladi? Bu bilan bu 5 bo'lsa, bu uchburchaklarimiz ham o'xshashligiga ko'ra DL bilan DL kesma bilan BL kesma ham teng bo'ladi va DL ni 10 ligini, AD ni 10 ligini bilganimiz uchun va aytgan mana bu uchburchaklarimiz o'xshashligiga ko'ra tomonlar nisbati 20 ga 5, demak bu yerda tomonlari 5 u 20 nisbat yoki 1 u 4 nisbat deb belgilasak, bu qismini x desam, bu qismi 4x bo'lar ekan. O'xshashlikka ko'ra. Shunga ko'ra, dastlabki misollarimizda ishlatgan formulamiz, ya'ni BM kesma AQ ni M nuqtada x u 4x nisbatda bo'lgani uchun yuzani ham 4 u 1 nisbatda bo'ladi. Ya'ni S1 ni S2 ga nisbati bu 4 taqsim 1. Ya'ni 4x taqsim x bo'ldi. Shundan foydalanib aytishimiz mumkin, S1 bu 4 S2 ga teng. Va bu yerda o'zi umumiy uchburchak yuzini topadigan bo'lsak,
uchburchak A B Q. Demak, bu S1 plus S2 edi. S1imiz 4 ta S2 bo'lganligi uchun umumiy 5 ta S2 ga teng bo'ladi. Va 5 ta S2miz to'rtburchakli uchburchagimizni tomonlari 5 va 10 katetlari bo'lganligi uchun 5 gara 10 taqsim 2 ga teng. Bundan kelib chiqib 5 ta S2miz 25 ga yoki S2 ni o'zi xo'sh 5 ga teng ekan. S1 esa 4 ta S2 bo'lganligi uchun S1imiz demak 20 ga 2 ta S2 ya'ni bo'yalgan soha yuzasi esa 2 ta S1 ga 40 ga teng bo'lib qoladi. Demak javob 40 ekan. Keyingi savolga o'tsak. ABCda 4 burchakda AD tomonidan E nuqta olingan. AE 7 ga, AED 3 ga, CD 5 ga teng va AB bilan CE parallelga aytilgan ekan. CD bilan DA perpendikulyar. Demak, bu yerda bo'yalgan soha yuzini topishligimiz kerak. Uning uchun biz nima qilamiz? ABCE trapetsiya ekan, chunki bular parallel, mana parallelga aytilgan. Parallel bo'ladigan bo'lsa, trapetsiyani BE diagonali bo'lgan. Shuning uchun biz AC diagonalini ham o'qib olamiz. Trapetsiyani AC diagonalini o'qisak, trapetsiyada bir xossa bor edi yuzalar bo'yicha. O'sha xossani ham ko'rib chiqamiz. Bu xossa qanaqa? Trapetsiyani diagonallari 4 ta uchburchak ajratadi va ajratgan 4 ta uchburchagidan yon tomonlariga yopishgan yuzalar o'zaro teng bo'lardi. Ya'ni bu qism bilan bu qismning yuzasi teng. Shunga ko'ra ABCE trapetsiyada BC va AE yon tomonlariga yopishgan yuzalar mana bu qism bilan bu qism tengligini ayta olamiz. Shunga ko'ra biz shtrixlangan soha yuzini teng deb ayta olamiz. Uchburchak ACD ga. ACD uchburchak yuziga. Nimaga? Chunki biz mana bu S1 ni faqatgina mana shu bo'yalgan qismini bu yerga olib qo'ysak, yuzi umumiy teng bo'lib qoladi. Va ACD to'g'ri burchakli uchburchak bo'lganligi uchun uni yuzini topish oson bo'ladi. Nima uchun? Kateti 7 bilan 3 ning yondisi 10 ga, ikkinchi kateti 5 ga teng bo'lganligi uchun katetlarni ko'paytmas, ya'ni 5 gara 10 taqsim 2 bu 25. Demak, bo'yalgan soha yuzi 25 ga teng. Tushunarli bo'lsa, keyingi savolga o'tamiz. 12-savolimiz. ABC uchburchakda ABC burchak 30 graduslik belgilangan. BC tomon 18 va AD 4 ga teng bo'lsa, ADC uchburchak yuzini toping. Demak, bo'yalgan soha yuzini topishimiz kerak. Bo'yalgan soha yuzini topishlik uchun bu uchburchakni tomoni bor. 4 ga teng. Shu tomonga balandlik tushirib olamiz, chunki uchburchak yuzini topishlik uchun bir tomon va unga tushgan balandlik kerak. Balandlik tushirib olsak, bu balandligimiz xo'sh h deb qarasak, bu yerda mana tushgan balandligimiz CL bo'lsa, CL balandligimiz balandlik o'qizganligimiz uchun to'g'ri burchakli uchburchak ajratdi. Ya'ni BLC degan to'g'ri burchakli uchburchak ajratdi va 18 uning gipotenuzasi. Boya ham aytdik bu qoidani. Gipotenuzasi 18 bo'lganligi va burchak 30 gradus bo'lganligi uchun 30 gradus qarshisidagi katetni, ya'ni h ni 18 ni yarmiga, ya'ni 9 ga tengligini bilib olsak bo'ladi. Shunga ko'ra bo'yalgan soha yuzasi tomoni 4 va unga tushgan balandligi 9 ni yarmiga teng. Bu degani 18 ga teng. Keyingi savolga o'tamiz. 13-savolimiz. Muntazam oltiburchak berilgan. KB va AK kesmalar uchuv 1 bo'lsa, bo'yalgan soha yuzini toping. Demak, muntazam to'rtburchagimizning yuzasi, tomoni 4 ga tengligini bilamiz. Tomonlar 4 dan. Va yuzani topishligimiz kerak. Bu to'rtburchak yuzini topishlik uchun uni uchburchakka ajratib olamiz. Uchburchakka ajratsak, bizda EKD uchburchak bilan KSD uchburchaklar ajraydi va ularning yuzlarini topib olamiz. Alohida topishlik osonroq. Bu yuzani S1 desak, S1 topishlik uchun bir tomon bor, demak balandlik kerak. Balandlik o'qib olamiz. Balandlik o'qib olsak, bu balandlik topishlik uchun bu balandlikka parallel qilib A dan E ga o'qsak, bu ham balandlik bo'ladi. Nima uchun? Boya ham aytdik bu xossani. Bu yer 30 gradus, bu yer 30 gradus. Bu yer 120 gradus bo'lganligi uchun, umumiy 120 gradus bo'lish uchun bu ham 90 gradus bo'lishi kerak. Va bizda tomonlari 4 bo'lganligi uchun kosinuslar teoremasi orqali topsak ham bo'ladi A ni, yoki bizda qoida bor. Teng yonli uchburchakni uchidagi burchagi 120 gradus bo'lsa, asosi, ya'ni AE yon tomonidan ildizosi 3 marta katta bo'ladi.
Shundan foydalanib buni 4 ildiz osti 3 ga tengligini ayta olamiz. Demak, bizda balandligi ham 4 ildiz osti 3. Parallel bo'lishi kerak edi, ozgina o'xshamagan. Parallel deb qaraymiz. Demak, S1 yuzamiz tomon 4 va unga tushgan balandligimiz 4 ildiz osti 3 ning ko'paytmasini yarmiga teng. Bu degani 8 ildiz osti 3 ga teng. Bir qismini topdik. Endi ikkinchi qismini topamiz. Ikkinchi qismi S2 deb belgilab olsak, S2 yuzani topishlik uchun nima qilamiz? Bu yuzani topishlik uchun ham bir tomon bor, unga tushgan balandlik topishligimiz kerak. Balandlikni topishlik uchun biz AB tomonini davom ettiramiz, DC tomonini davom ettiramiz va DC tomonini davom ettirganimizda bu burchak 120 gradus bo'lganligi uchun bu burchagimiz 60 gradus bo'lib qoladi. Bu 60 gradus bo'lsa, bu 4, bu ham 60 gradus shu qoidaga ko'ra, bu ham 60 gradus. Tashqarida hosil bo'lgan uchburchagimiz, demak, muntazam uchburchak tomonlari to'g'ridan. Va bu yerdan balandlik tushirsak, va aytganimizdek, 4 mana bu tomonga tushgan balandlik tashqi qismga chiqadi. Tashqi qismga tushgan balandligimizni, uzunligini topmoqchi bo'ladigan bo'lsak, uni topishlik uchun mana bu yerda 5 tomonlarimiz mana 4 va 1 yig'indisi gipotenuzamiz 5. Mana bu burchagimiz 30 gradus bo'lib qoldi, chunki bu 90 gradus va 60 gradus bo'lganligi uchun 30 gradus. Bu qismdagi katetimiz esa, demak, 30 gradus qarshisida gipotenuzamiz 1 va 4 ning yig'indisi 5 ning yarmi 2,5 bo'ladi. Demak, balandligimiz 60 gradus, ya'ni bu burchak qarshisida bo'lganligi uchun shu 2,5 dan ildiz osti 3 marta katta, ya'ni 5 ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng. Bundan foydalanib ikkinchi yuzamiz S2 ni topadigan bo'lsak, tomoni 4, unga tushgan balandlik 5 ildiz osti 3 taqsim 2 bo'lsa, 2 bilan 4 ni qisqartirsak va 1 taqsim 2 ga ko'paytirsak, yana qisqaradi, qolgan qismi ham va bu 5 ildiz osti 3 ga teng bo'lib qoladi. Demak, S1 va S2 ning yig'indisi 5 ildiz osti 3 va 8 ildiz osti 3 ning yig'indisi 13 ildiz osti 3 ga teng ekan. Demak, javob 13 ildiz osti 3. Tushunarli bo'lsa, 14-savolimiz. ABCD kvadratning tomoni 2 ga 2 sm ga va bo'yalgan kvadratni bir uchida aylana ustida bo'lsa, shunga ko'ra shtrixlangan kvadrat yuzi necha sm kvadrat. Demak, bu berilgan tashqaridagi katta kvadratimiz tomoni 2 ga teng ekan. Bu tomon ham 2 demak. Va AC diagonal o'qisak, bu uchiga teng bo'lgan qismida radiusga teng bo'lganligi uchun 2 ga teng. Va bu yerda kvadrat, noma'lum kvadratimiz bo'lganligi uchun tomoni x dan belgilab olamiz. Bu yer ham x va kvadratning diagonallari bizda qoidasi bor. Tomondan ildiz osti 2 marta katta, shuning uchun uni x ildiz osti 2 deb belgilab olsak. Va xuddi shu xossani AC tomonga ham ishlatsak, AC tomonimiz 2 plus x ildiz osti 2 ga yoki kvadratning diagonali bo'lganligi uchun tomondan ildiz osti 2 marta katta, ya'ni tomoni 2 bo'lsa, 2 ildiz osti 2 ga tengligini bilib olamiz. Bu yerdan x ildiz osti 2 teng 2 ildiz osti 2 minus 2 ligini bilishimiz va tenglikning ikkala tomonini ildiz osti 2 ga bo'lsak, x ni 2 minus ildiz osti 2 ga tengligini bilishimiz mumkin. Endi bizlarda bo'yalgan soha yuzasini so'ragan, u kvadratning yuzasi, kvadratning yuzi bo'lganligi uchun tomonni kvadratga oshiramiz. Ya'ni x ni kvadrat kerak. X ni kvadrati 2 minus ildiz osti 2 ni kvadratga oshirsak, 4 minus 4 ildiz osti 2 plus 2 ga teng va bundan topsak 6 minus 4 ildiz osti 2 bo'lar ekan. Demak, kvadratning yuzasi 6 minus 4 ildiz osti 2. Va bizda keyingi savol 15-savolimizda ABCD to'g'ri burchakda SF 3 ta FDga teng. SF 3 ta FDga teng deyilgani uchun FD ni x desak, F sayimiz 3 ta x bo'lar ekan. Va undan tashqari bizda bo'yalgan soha yuzasi 3 ga tengligini berib, ABCD to'g'ri burchakning yuzasi so'ralgan. ABCD to'g'ri burchakning yuzasini topishlik uchun bizda to'g'ri burchaklarda xossa bor edi. O'sha xossadan foydalansak, to'g'ri burchakning diagonallari keshish nuqtasida 4 ta yuzalari teng bo'lgan uchburchakka ajraydi. Ya'ni bu S1, 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 S1 deyilgan. Shuning uchun to'g'ri burchak yuzasini topishlik uchun bittasini topsak yetarli bo'ladi. Va u yuzani topishlik uchun bizlar nima qilamiz? Buning uchun bizda yana o'xshashlikdan foydalansak, bu burchagimiz alfa bo'lsa, bu burchagimiz ham alfa. Bu burchagimiz beta bo'lsa, bu burchagimiz ham beta. Bu uchburchak beta. Mana bu burchagimizni umumiy bu qismni oladigan bo'lsak, bu bilan bu ham teng. Chunki u ham ichki almashinuvchi bo'lib qoladi. Shunda bizda ikkita o'xshashlik bor. Bular FK
S uchburchak o'xshash bo'lar ekan A, K, B uchburchakka. Chunki mana 3 ta burchagi umumiy bo'lib turibdi. Umumiy emas, teng bo'lib turibdi. Shunga ko'ra ABni 4x ligini belgilab olsak, 4x ligi DS bilan teng 4x ligini belgilab olganimizdan keyin, demak, bu joydan mana bu kesma, ya'ni K, S 3 ta A bo'lsa, bu kesmamiz, ya'ni A-ki 4 ta A bo'ladi. Chunki hozir o'xshash uchburchaklarimiz tomonlar nisbati 3 ga 4. 3 ga 4 bo'lsa, demak, bu tomonlar nisbati ham 3 ga 4. Endi diagonallar kesish nuqtasida to'g'ri burchakda teng 2 ga bo'linganligi uchun diagonalimiz umumiy 7 ta. Demak, bu qismi 7 taning yarmi, ya'ni 3,5 A bo'lar ekan. Bundan kelib chiqib bu qism, ya'ni E-ki 0,5 A ga teng. 0,5 A li yuzamiz 3 ga teng bo'lsa, 3 A li anaqa yuzamiz undan 6 marta katta, ya'ni nisbatga qarasak, yarimga 3. Ya'ni 3 yarimdan 6 marta katta bo'lganligi uchun bu qism, ya'ni F, K, S uchburchagimiz yuzasi 3 dan 6 marta katta, ya'ni 18 ga teng. Bundan tashqari yana bir joyda x bilan 3x nisbatga bo'lgan mana bu kesma, bu yuzani x u 3x nisbatda bo'lgan va bu joyda qarasak 3x li yuzamiz 18 va 3 ning yig'indisi, ya'ni 21 ga teng bo'lganligi uchun x li qismi undan 3 marta katta, kichik bo'ladi. Ya'ni 21 dan 3 marta kichik bo'lsa, bu qismi 7 ga teng bo'ladi. Demak, bizda uchburchak D, E, S bor. U 3, 7 va 18 ning yig'indisiga teng. Bundan kelib chiqib bu qism bizda 28 ga teng ekan. Boyag'ida aytgan formulamizga ko'ra, bu umumiy to'rtburchakni 4 dan 1 qismiga teng bo'lganligi uchun to'rtburchak yuzasi bizda 4 ta 28 ga teng bo'ladi va 4 ta 28 bu 112 bo'lar ekan. Demak, javobimiz D javobda belgilangan. Bu savolimiz ham tushunarli bo'lsa, keyingi savolimizga o'tamiz. 16-savol. EFDning har bir tomoni chizmada ko'rsatilgandek, shu tomonning yarmigacha davom ettirilib, ABC uchburchak hosil qilindi. Va EFD uchburchakning yuzasi 30 ga teng bo'lsa, ABCning yuzini toping deyilgan ekan. Demak, EFD uchburchak bor, uni tomoni yarmigacha davom ettirildi deyilsa, demak, yarmigacha bo'lsa, tomondan 2 marta kichik. Shundan foydalanib bu tomonni x desak, 2x desak, bu qismi x bo'ladi. Bu yerni 2y desak, bu yer y bo'ladi. Bu 2z bo'lsa, bu yer z bo'ladi. Endi yuzalarni bir-biriga bog'lab olishimiz kerak. Yuzani qanday bog'lasak bo'ladi? Buning uchun B bilan E ni tutashtirsam, B bilan E ni tutashtiradigan bo'lsak, B bilan E ni tutashtirgan vaqtimizda mana BE SF tomonni y va 2y nisbatda bo'ldi. Shunga ko'ra yuzani S1 u 2 ta S1 nisbatda bo'la oladi. Bu tushunarli bo'lsa, yana bir bo'lagimiz bor. Bu bo'lak bilan bu bo'lak, mana e'tibor bersak, BD ni EF x u 2x nisbatda bo'lganligi uchun bu yuzamizdan bu yuzamiz 2 marta katta. Shuning uchun bu 4 ta S1 bo'ladi. Shu xosani yana ishlatishimiz mumkin. Qanday ishlatamiz? A bilan F ni birlashtirsak, bu yerda 2z va z bor. Bu degani bu yuzadan 2 marta katta. Shuning uchun bu 2 ta S1. Bundan tashqari bu 2x, bu x bo'lganligi uchun bu yuzamiz bu yuzadan 2 marta katta bo'lganligi va bu yerda bu yuzi ham S1 liga kelib chiqadi. Xuddi shu xosani ishlatsak, yana bu S1, bu 2 ta S1 liga kelib chiqar ekan. Va umumiy ABC uchburchagimiz yuzasi demak 4 ta, 7 ta, 13 ta S1 ga teng. 13 ta S1 ga tengligi bor va bizda 4 ta S1 30 ga tengligi berilgan. Bu yerdan S1 ni topsak 7,5 bo'lar ekan. S1 7,5 bo'ladigan bo'lsa, uchburchak ABC ning yuzasi 7,5 ko'paytirilgan 13 ga teng ekan. 7,5 ko'paytirilgan 13 esa bizda demak 97,5 ga teng ekan. Demak 97,5 javobimizda berilmagan ekan. Lekin shu usul bilan yechilsa to'g'ri javob bo'lishi kerak. Demak
yoki shartida yoki kalklarda xato bo'lishi mumkin. Lekin misolni yechganimizda adashmasam misolda xato yechmadik. Xatoli bo'lsa yoki hisob-kitobda xato qilgan bo'lsak, kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. 17-savolga keladigan bo'lsak, O markazli aylana chizmada ko'rsatilgandek tasvirlangan. Burchak 30 gradusga teng va PA 5 ga teng bo'lsa, OA 7 sm bo'lsa, SOD uchburchak yuzasini toping. Demak, shtrixlangan yuzani topishligimiz kerak. Buning uchun nimalar kerak bizga? Markaz O bo'lganligi uchun, radius 7 ga teng bo'lganligi uchun SO ham 7, OD ham 7. Va balandlik tushirsak, bu L bo'lsa, PLO to'rtburchaklik uchburchakda PO gipotenuzamiz 12 ga teng, ya'ni 5 bilan 7 ning yig'indisiga 30 gradus qarshisidagi katet, ya'ni tushirgan balandligimiz gipotenuzani yarmiga teng bo'lganligi uchun 6 ga teng bo'ladi. Va uchburchakni chizib olsak, tomonlari 7, 7, balandligi 6 ga teng ekan. Teng yonli uchburchak bo'lganligi uchun balandlik, ya'ni uchidan tushgan asosga tushgan balandlik tomonni teng 2 bo'ladi va bu yerda tomonni x deb belgilab olsak, kesmalarni Pifagor teoremasiga ko'ra hosil bo'lgan to'g'riburchakli uchburchagimizning katetlarning kvadratlari yig'indisi gipotenuzani kvadratiga teng. Buning uchun 6 ning kvadrati 36 ga x kvadratni qo'shsak, demak 7 ning kvadrati 49 kelib chiqadi va x kvadratimiz 13 ga, x ning o'zi esa ildiz osti 13 ga tengligi kelib chiqadi. Endi uchburchak yuzasini topishlik uchun tomonimiz 2x, ya'ni 2 ko'paytiruv ildiz osti 3, unga tushgan 13 ekan, 13. Unga tushgan balandligimiz esa 6. Ularni ko'paytirib 2 ga bo'lishimiz yetarli. Ikkalari qisqarsa, demak bu 6 ildiz osti 13 ga teng ekan. Yuzasi 6 ildiz osti 13. Bu javobimiz B deb bor ekan. Keyingi savolimiz 18-savol. ABCda parallelogramning A va B burchak bisektrisalari F nuqtada kesishadi. Agar parallelogramning yuzasi 48 ga teng bo'lsa, AFD uchburchak yuzini toping. Demak, bo'yalgan uchburchak yuzini topishligimiz kerak. Parallelogramda bisektrisa o'tkazilgan burchaklarni belgilab olsak, alfa, beta, beta. Parallelogramda bir xossa bor. Ixtiyoriy tomoniga yopishgan ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus. Demak, 2 alfa plus 2 beta 180 gradus bo'lishi kerak. Alfa plus beta 90 gradusga teng. Endi F nuqta ikkita bisektrisa keshish nuqtasida bo'lganligi uchun, xo'sh, F nuqtamizdagi burchak 90 gradus. Bundan tashqari bizda F nuqta bisektrisadan olinganligi uchun bisektrisani ixtiyoriy nuqtasidan tomonlargacha bo'lgan masofalar teng. Demak, bu qismni h desam, bu qism ham h bo'lishi kerak. Ya'ni A dan chiqqan bisektrisani xossasiga ko'ra bisektrisadan olingan nuqta tomonlargacha ham bir xil masofada. Bundan tashqari bu B uchidan chiqqan bisektrisa ham bo'lganligi uchun bu nuqtadan BS tomongacha bo'lgan masofa ham h bo'lib qoladi. Ya'ni birinchisida bu ikkalasi teng bo'lishga majbur. AF bisektrisidan olingan nuqta bo'lganligi uchun, bu safar BF dan olinganligi uchun bu ikkalasi teng bo'lishi kerak. Shuning uchun ular h dan bo'ldi. Bundan kelib chiqib, parallelogramning o'zini balandligi 2h ga teng ekan. Chunki h ikkalasi parallel to'g'richiqlarga perpendikulyar, bir to'g'richiqda bo'lsa 2h ga teng bo'ladi. Endi bizda parallelogramning tomoni A bo'lsa, bu tomon ham A. Parallelogramning yuzasi 48 ga tengligi aytilgan. Parallelogramning yuzasini topishlik uchun biz tomonini unga tushgan balandligiga ko'paytirardik. Demak, u 48. Bundan kelib chiqib A bilan H ning ko'paytmasi demak 24. Va bizda uchburchak AFD so'ralgan edi. AFD uchburchagimizning yuzasi esa tomoni A, unga tushgan balandlik H ni yarmiga teng bo'lishi kerak. AH ni 24 ga tengligini bilganimiz uchun uni o'rniga 24 qo'ysak, 24 taqsim 2, ya'ni 12 ga teng ekan. Bu savolimiz ham tushunarli bo'lsa, 19-savolga o'tamiz. 19-savolda rasmda muntazam 8 burchak tasvirlangan. S1 va S2 larning nisbatini toping deyilgan ekan. S2 ni S1 ga nisbatan topishligimiz kerak. S2 ni S1 ga nisbatan topishlik uchun bu yerda muntazam 8 burchakning tomonini belgilab olishimiz kerak. O'zi aslida qonuniyatga ko'ra biz qanday harf bilan belgilaymiz? Boya ham ko'rdinglar, A yoki B yoki S yoki X bilan belgilashimiz mumkin. Lekin bizda nisbat so'ralganligi uchun son bilan belgilasak ham bo'ladi. Nima uchun? Baribir chunki ular nisbat olinganda yeyishib ketadi. Nechchiligini qizig'i yo'q. Shuning uchun biz bu yerda tomonni 2 deb belgilab olsak. Nima uchun 2 deb belgiladim? Boya boshqa 8 burchakda ham ko'rdik. Burchak 45 gradus bo'lganligi, buni 45ligini ham tushuntirdik. Bu burchakning 90 gradus bo'lganligi uchun balandlik tushirgan paytimizda
2 bo'lganligi va balandlik 2 dan ildizosi 2 marta kichkina bo'lganligi uchun osonroq bo'ladi topishligimiz. Shunga 2 deb belgilab oldim. Bu ildizosi 2 bo'ladi. Xo'sh, bizga kerakli narsa nima? Bizga kerakli narsa S2 ni topishlik uchun uchburchakni to'liq davom ettirib olamiz. To'liq yasab olamiz, chunki hozir to'rtburchak bo'lib qolgan. Biz to'rtburchakni emas, uchburchakning yuzini tezroq topamiz. Xo'sh, bu demak 135 gradus. Shuning uchun bu burchak 45 gradus. Demak, to'rtburchakli uchburchagimizda 45 gradus bo'lganligi uchun bu katetimiz 2. Bu uchburchakning yuzini S3 deb belgilasak. Demak, bizda to'rtburchakli uchburchak S3 bor. Uni S2 ga qo'shsak, bitta uchburchak hosil bo'ladi. Mana, uchburchak hosil bo'ldi. Bu uchburchakning yuzini topishligimiz uchun nimalar bor? Tomonni 2 deb belgilab oldik. S3 to'rtburchakli uchburchagimizda katetlari 2 bo'lgani uchun gipotenuzundan 2 barobar katta. 2 ildizosi 2 marta katta. Shuning uchun 2 ildizosi 2 bo'lar ekan. Endi tomon bo'lganligi uchun balandlik kerak. Balandlikka qanday o'tkazamiz? Balandlikni o'tkazadigan bo'lsak, balandligimiz mana bu yerdan tushib kelsa, shu holatda bo'lishi kerak. Ozgina sal boshqacharoq bo'lishi mumkin. Shu holatda balandlik bo'ladi. Shu holatda balandlik bo'ladigan bo'lsa, balandligimizni mana bu qismigacha bo'lgan qismini topishimiz kerak. Uning uchun diagonal o'qizib olamiz. Diagonal o'qisak, diagonal ham baribir 90 gradusda bo'lardi. Bu qismini topamiz. Bu qismi S1 ning balandligi, qolgan qismi, ya'ni mana bu qismi S1 ning balandligi, bu qismi esa S2 ning balandligi bo'ladi. Uni topishlik uchun bizda tomon ikkiligi aytilgan. Demak, bu 45 gradus bo'lganligi uchun bu balandligimiz ildizosi 2 ga teng. Xo'sh, bu ham 45 bo'lgani uchun bu yer ildizosi 2, bu yer 2 bo'lganligi uchun bu balandligimiz esa 2 plus ildizosi 2 ga teng. Mana. Demak, bizda hammasi bor. Endi hisob kitobiga o'tamiz. S2 bilan S3 ga o'tsak, bu uchburchagimizning tomoni 2 plus 2 ildizosi 2. Unga tushgan balandligimiz esa 2 plus ildizosi 2 va uni 2 ga bo'lsak, xo'sh, bu qismdan S2 plus S3 teng bo'lib chiqadi. Ildizosi 2 ni qasddan tashqariga olib chiqsak, 2 plus ildizosi 2 ning kvadratiga ildizosi 2 bo'lar ekan. Ildizosi 2 ko'paytiruv 2 plus ildizosi 2 ning kvadrati taqsim 2. Va bu yerda bizga S2 kerak. Shuning uchun S3 ayirib tashlaymiz. S2 teng ildizosi 2 ko'paytiruv 2 plus ildizosi 2 ning kvadrati 6 plus 4 ildizosi 2 taqsim 2. Undan ayiramiz S3 burchakni. S3 ni ayirsak, tomonlari 2 2 katetlari 2 2 bo'lgan to'rtburchakli uchburchak bo'lgani uchun 2 ko'paytiruv 2 taqsim 2 ayiramiz. Va bu yerda S2 umumiy hisobda 6 ildizosida 2 qo'shilgan 8 ayrilgan 4 taqsim 2 ga teng ekan va bu 6 ildizosida 2 plus 4 taqsim 2 ga teng. Yoki S2 miz hozir bizda 3 ildizosida 2 plus 2 ga teng ekan. Endi biz S1 ni topamiz. S1 yuzamiz esa tomoni 2, mana tomoni 2, balandligi ildizosi 2, demak 2 ko'paytiruv ildizosi 2 taqsim 2 ga teng. Bu yerda ikkilar qisqartirsa ildizosi 2 ga teng. Va ularning nisbatini so'ragani uchun S2 ni S1 ga bo'lsak, S2 taqsim S1 imiz. Ildizosi 2 ni qasddan tashqariga chiqarib olamiz. Ildizosi 2 ko'paytiruv 3 plus ildizosi 2 taqsim ildizosi 2 bo'ladi. Ildizosi 2 lar yeyishsa 3 plus ildizosi 2 ga teng bo'ladi. Boya aytganimizdek, ixtiyoriy son tanlab qo'yishinglar mumkin dedik. Bizlar 2 bilan ishlaganimiz uchun osonroq chiqdi. Lekin bundan ham oson yechimlar bo'lishi mumkin. Bizga birinchi kelgan g'oya shu bo'lganligi uchun shu yo'l bilan yechdik. Demak, javob 3 plus ildizosi 2. Hammaga tushunarli bo'lsa, keyingi savolimizga o'tamiz. 20-savolimiz ABC'da to'rtburchakli uchburchakda A'da 4, C'da 6, D bilan E 5 5 dan ekan. Sheriqlangan soha yuzini toping. Bu yerdan yuzani topishlik uchun bizlar bu bilan bu 5 5 dan ekanligini bilganimiz uchun, demak kesma teng bo'linganligi uchun yuzi ham teng bo'linadi. Bu S1 bo'lsa, bu ham S1. Demak, biz sheriqlangan sohaning yuzini topishlik uchun A'da E uchburchak yuzini topishligimiz yetarli bo'ladi. Uning uchun bir tomon bor. Demak, balandlik tushirsak bo'ldi. Bu tomonga balandlik tashqi qismga tushadi. Tashqi qismga tushadi va qanday tushadi? E'tibor bersak, tashqi qismga tushganda bu
BS tomonga parallel bo'lib qolgan va u BD tomoni o'rtasidan, ya'ni E nuqtadan tushganligi uchun tushgan tomonni ham teng bo'ladi. Fales teoremasiga ko'ra parallel chiziqlar teng nisbatlarda bo'laklarga ajratadi. Shuning uchun bu qism ham teng. Va ular 3 dan bo'ladi. Chunki 6 ni teng bo'lsak 3 dan bo'ladi. Va Pifagor teoremasiga ko'ra tushirgan balandligimiz gipotenuzasi 5, bir kateti 3 bo'lganligi uchun bu katetimiz 4 ga teng bo'ladi. Va S1 soha yuzini topmoqchi bo'lsak, tomon 4, unga tushgan balandlikni ham 4 dedik va uni yarmi 4 × 4 16 ning yarmi 8 ga teng bo'lar ekan. Demak, javob B. Bu savolimiz ham tushunarli bo'lsa, yechimimiz tushunarli bo'lsa, keyingi savolga o'tamiz. 21-savolimiz. Tomoni 1 ga teng bo'lgan 11 ta kvadrat berilgan va kvadrat uchlarida yotgan 4 ta nuqta berilgan bo'lsa, bo'yalgan soha yuzini toping. Bu yerda uchburchak bor ekan. O'zi to'rtburchak berilgan, faqat biz uchburchakka ajratib olamiz. Uchburchak bor ekan, ikkita. Mana bu qismi bor. Bu kvadrat tomoni 1 dan bo'lganligi uchun shu tomonimiz bizda demak 2 ga teng. Mana uchburchakka chizib olsak, bu uchburchagimizda tomonimiz 2 ga teng. Unga tushgan balandlikni kvadratda sanasak 3 ta, demak 3 ga teng. Bu yuzi S1 deb qarasak, S1 ni topadigan bo'lsak, S1imiz tomon 2, unga tushgan balandlik 3 ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 3 ga teng. Ikkinchi uchburchak topamiz. Ikkinchi uchburchagimiz tomoni mana u 4 ga teng ekan. U 4 ga teng ekan. Va unga tushgan balandlik, balandlikni sanasak 1 ga teng. Balandligi 1. Xo'sh, tomon 4 ga teng. Demak, yuzni topmoqchi bizlar S2 yuzni topmoqchi bo'ladigan bo'lsak, tomoni 4, unga tushgan balandlik 1, ko'paytirib 2 ga bo'lsak, u 2 ga teng. Demak, yuzalar 2 va 3 ni yig'indisi 5 ga teng bo'lar ekan. Bo'lgan soha yuzi demak 5 ga teng. Xo'sh, keyingi savolimiz. Ikkita bir xil kvadratlar ustma-ust qo'yilib, biri ikkinchisini ustida 45 gradusga burildi. Bo'yalgan soha yuzini toping. ABCD kvadrat yuzini nisbatini toping. Demak, kvadratlar ustma-ust turgan bo'lsa, B nuqta G gacha 45 gradus burilgan bo'lsa, demak bu burchak 45 gradus bo'lgan. Bu burchak ham 45 gradus. Demak, kvadratimiz, mana bu uchburchagimiz to'g'ri burchakli uchburchak. Uni tomoni A bo'lsa, bunisi ham A. Bundan kelib chiqib gipotenuzasi A ildiz 2 bo'ladi. Burilganda shu B dan burilganligi uchun bu ham A, bu ham A. Demak, bu A ildiz 2. Bu ham A bo'ladi, xuddi shu xossasiga ko'ra. Bu ham A. Demak, katta kvadratimiz tomoni A plus A ildiz 2 plus A ga teng. Va u kvadrat tomonini x deb belgilab tursak, demak ximiz 2A plus A ildiz 2 bo'lar ekan. Bizda bo'yalgan soha yuzini kvadrat yuzasiga nisbatini so'ragan, shuning uchun avval kvadrat yuzasini topib olamiz. Kvadratimiz yuzasi tomonni kvadratiga teng. Tomonni kvadratga oshiradigan bo'lsak, A ning kvadrati va 2 plus ildiz 2 ning kvadrati 6 plus 4 ildiz 2 bo'ladi. Keyingi qismi bizda bo'yalgan soha yuzasi kerak. Bo'yalgan soha yuzasi, e'tibor bersak, 4 ta to'g'ri burchakli uchburchak. Bittasini topamiz, 4 ko'paytiramiz. Demak, S bo'yalgan 4 ta to'g'ri burchakli uchburchak. Tomonlari, katetlari A dan bo'lganligi uchun A ni A ko'paytirib A kvadrat taqsim 2 yoki 2 bilan 4 ga eshgandan keyin bo'yalgan soha yuzasi 2A kvadratga teng deb ayta olamiz. Demak, bizda bo'yalgan soha yuzasini kvadrat yuzasiga nisbat so'ralganligi uchun 2A kvadratni, xo'sh, ikkisini ham qavsdan tashqariga chiqsak, A kvadrat ko'paytirib 2 ta 3 plus ildiz 2 ga nisbat berilgan. A kvadratlarni yechtiramiz. 2 bilan 2 yechsa 3 plus ildiz 2 bo'ladi va uni ratsiondan qutqarsak 3 minus ildiz 2 bo'lar ekan. Maxraj esa, xo'sh, maxrajimiz 3 plus ildiz 2 bo'lganligi uchun, uzr, ikkisi qolib ketgan ekan. Mana bu qismda 2 qolib ketibdi. Bu 2 bilan bo'lgan bo'lsa, bu yerda ham 2 bo'ladi. Maxrajimizda 9 ayrilgan 8 bo'lib, u 1 bo'lar ekan. Demak, 3 minus 2 ildiz 2 bo'lar ekan javobimiz. Ya'ni siz. Shu joyda ehtiyot bo'lasizlar. Nimaga? Bizda agarda kvadrat yuzasini bo'yalgan sohaga nisbat olib qo'yganimizda B javob chiqadi. Ya'ni teskarisi bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni 3 plus 2 ildiz 2 chiqib qolishligi mumkin. Shuning uchun savolda qaysi sohani qaysi sohaga nisbat olayotganinglarga e'tibor berishinglar kerak. Demak, bizda hozir C javob chiqdi. Agarda nisbat teskari bo'lganda B javob chiqishligi mumkin edi.
Keyingi misolimizga o'tsak, keyingi misolimiz 23-misolimiz. ABC to'g'riburchakli uchburchakda ADEF kvadrat shunday kichiktilgan. Ularni uchi to'g'riburchakda umumiy A burchagi to'g'ri va agar BE 20 CE 30 ga teng bo'lsa, bo'lgan soha yuzini toping. Bu yerda bo'lgan soha yuzini topishligimiz kerak ekan, uning uchun kvadrat berilgan ekan. Kvadratni tomonni belgilab olishimiz kerak, lekin kvadrat tomonni belgilash uchun bizlar avval o'xshashlikdan foydalanib tomonlar nisbatiga olamiz. Ya'ni tomonlar nisbatini olishimiz qanaqa? Bu burchak alfa desam, bu burchak ham alfa bo'lishga majbur. Chunki u AC bilan DE kvadratning ikkita tomoni bo'lgani uchun parallel. Parallel bo'lgandan keyin bu burchaklar mos burchaklar bo'ladi va ular o'zaro teng. Bu burchak betda desam, demak bu burchak ham betda bo'ladi. Endi bu burchaklarimiz, uchburchaklarimiz demak o'xshash. Ya'ni ikkita bo'yalgan to'g'riburchakli uchburchaklarimiz o'xshash. To'g'riburchaklarimiz, uchburchaklarimiz o'xshash bo'lganligi uchun bu tomonni 20x desam, betdan qarshisidagi tomon katetni 20x desam, bu betdan qarshisidagi 30x bo'ladi. Ya'ni gipotenuzalar nisbati 20 ga 30 bo'lganligi uchun katetlar nisbatini ham 20 ga 30 deb belgilab oldik. Shundan bu katetimiz ham 20x bo'lib chiqadi. Mana. Nimaga 20x desa, kvadrat edi, tomonlar teng bo'lishi kerak. Bu 20x bo'lsa, bu tomonni A deb belgilab olamiz, B deb katetni. Va uchburchaklarning o'xshashligidan foydalanib, A ni unga mos bo'lgan 20x ga nisbati 20 ni 30 ga nisbatiga teng bo'lishi kerak. Yoki bu yerdan A ni 40x taqsim 3 ligini bilishimiz mumkin. A ni bildik. Xo'sh, endi biz bo'lgan soha yuzini topishligimiz uchun x topa olamiz. Buning uchun biz to'g'riburchakli uchburchakdan foydalansak. To'g'riburchakli uchburchakda ixtiyor bittasidan foydalanishimiz mumkin va biz EFS to'g'riburchakli uchburchakdan foydalanamiz. Va ishlatayotganimizda 20x, 30x, 30lar emas, unga o'xshash bo'lgandan foydalanadigan bo'lsak, ya'ni 10 ga nisbatan olsak, bu yer 2x, bu 3x, buni 3 deb belgilab olsak, o'xshashlikdan x topishimiz osonroq bo'ladi. Va bu yerda Pifagor teoremasiga ko'ra 2x ni kvadrat to'g'ri x kvadrat plus 9x kvadrat 9 ga teng va bu degani 13x kvadratimiz 9 ga teng yoki x kvadrat 9 taqsim 13 ga tengligi kelib chiqadi. X kvadratning qiymatini bildik. Endi yuzalarni topamiz. Birinchi yuzamiz S1, ya'ni bu yuza tomonlari A va 20x ko'paytirib 2 ga bo'lganimizga teng. U esa 20x ko'paytiruv 40x taqsim 3 ko'paytiruv 1 taqsim 2 ga. Yoki buni topadigan bo'lsak, 800 2 ga bo'lib olsak, mana bu 2 bo'lsak 10 qolsa, 400x taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. S2 ni topadigan bo'lsak, bu S2 ni topsak, 20x ko'paytiruv 30x taqsim 2 va bu 300x kvadratga teng. Bu yerda x kvadrat qolib ketgan ekan. Va bo'lgan soha yuzlari demak S1 plus S2 miz mahraj berib qo'shib olsak 400, 300 ga 3 mahraj bersak 900, 1300 x kvadratga teng taqsim 3 ga teng ekan. X kvadratning qiymatini bilardik. Shuning uchun bo'lgan soha yuzi 1300 taqsim 3 ko'paytiruv x kvadratning o'rniga 9 taqsim 13 ni qo'ysak, 9 bilan 3 qisqarsa bu yerda 3, 13 bilan 1300 qisqarsa bu yerda 100 qoladi. Ya'ni bo'lgan soha yuzalari 300 ga teng. Javob C ekan. Tushunarli bo'lsa, keyingi savolga o'tamiz. 24-savolimiz. Muntazam oltiburchak berilgan. EAB uchburchak yuzasi 50 ildiz 3 ga teng bo'lsa, E'dan toping. Demak, E'da tomonni bilmaymiz, shuning uchun uni x deb belgilab olsak, muntazamligidan barcha tomonlari x bo'lib chiqadi. Va bizda muntazam oltiburchak bo'lganligi uchun burchak 120 gradus, bu burchaklar 30 gradusdan, bu burchaklar 30 gradusdan. Va bu demak 90 gradusga teng. Xo'sh, bizda x tomon bor, unga tushgan balandlik EA ni topishimiz kerak. Boya aytdik, kosinuslar teoremasidan foydalanish mumkin. A ni topish uchun, lekin bizda xossa bor. Teng yonli uchburchakni asosiy qarshidagi burchagi 120 gradus bo'lsa, asosiy yon tomondan ildiz osti 3 marta katta bo'ladi. Demak, bu ildiz osti 3 da x bo'lar ekan. Shundan bo'lgan soha S1 ni bizda 50 ildiz osti 3 ga tengligi aytilgan va uni yuzini topadigan bo'lsak, x ko'paytiruv ildiz osti 3x taqsim 2 ga teng bo'lishi kerak. Shunga ko'ra, ikkiniga ko'paytirsak, x kvadrat ildiz osti 3 bu 100 ildiz osti 3 ga teng. Ildiz osti 3larni qisqartirsak, x kvadratimiz 100 yoki ximiz 10 ga tengligiga kelib chiqadi. Demak, javob 10. Tushunarli bo'lsa,
25-savolga o'tamiz. 25-savolimizda ABCD kvadrat tasvirlangan. Bunga ko'ra AB bilan CF teng. Demak, tashqaridan yana kvadrat tomoniga teng kesma olingan. BF 6, DE 8 ga teng bo'lsa, EDB uchburchak yuzini toping deyilgan ekan. Demak, bu yerlar teng. Bu A bo'lsa, bu ham A. Bu yer esa A ildiz ostida 2. Ya'ni kvadratning diagonali BD diagonal tomonidan ildiz osti 2 marta katta bo'ladi. Bo'yalgan soha yuzini topishligimiz uchun ikki tomon bor. Ular orasidagi burchak ham bo'lishi kerak. Burchakni topishlik uchun nima qilamiz? E'tibor bersanglar, C nuqtadan 3 ta teng uzoqlikda F, B va D nuqtalar berilgan. Demak, C nuqtani markaz qilib aylana chizsak, aylana chizilsa, aylana bor deb tasavvur qilamiz. Bu aylanamizda radius A ga teng bo'lib qoladi. Va uchburchak B, F, D bu aylanaga ichki chizilgan uchburchak bo'lib qoladi. Va uchburchakning tashqi chizilgan aylanasining radiusi hozir bizda A ga teng. Tashqi chizilgan aylananing radiusini topish formulasi esa bir tomonni, ya'ni 6 ekan, uzr, bu yerda 6 ni shu tomon qarshisidagi burchak sinusini ikkilanganiga nisbatiga teng edi. Ya'ni 2 ta sinus alfaga teng deb belgilab olamiz. Bu yerda demak ularni qisqartirsak 3 taqsim sinus alfa A ga teng yoki A ni sinus alfaga ko'paytirganimiz 3 ga tengligi kelib chiqadi. Bu yerdan endi uchburchak yuzini topishlik uchun uchburchak yuzasi ikki tomoni, ya'ni 8 ko'paytiruv A ildiz osti 2 ko'paytiruv ular orasidagi burchak sinusini 2 ga bo'lganimizga teng edi. Demak, uchburchak yuzasi 8 bilan 2 ni qisqartirsak 4 ildiz osti 2 ko'paytiruv A ko'paytiruv sinus alfa bo'lar ekan. Va A ko'paytiruv sinus alfani 3 ga tengligini bilganimiz uchun uchburchak yuzasi 4 ildiz osti 2 ni 3 ko'paytirsak 12 ildiz ostida 2 ga teng. Bu 3 ga teng edi. Demak, javob B bo'lar ekan. Tushunarli bo'lsa, 26-savolga o'tadigan bo'lsak, rasmda ABC to'g'ri to'rtburchak tasvirlangan. BE 10 ga teng bo'lsa, BE 10 ga, DF 4 ga teng bo'lsa, FC 2 ga teng bo'lsa, bo'yalgan soha yuzini toping. Bu yerda bo'yalgan soha yo'q ekan. Demak, barchasini topib chiqamiz va bo'yalgan soha qaysi biri javobda bo'lsa, o'shani belgilaymiz. Endi bizda birinchi o'rinda to'rtburchak deyilganligi uchun D burchak 90 gradus, bu 45 bo'lganligi uchun bu ham 45 gradus va ED tomon DF tomonga teng bo'lib, u ham 4 ga teng bo'lib qoladi. Endi DC tomonimiz 4 va 2 ning yig'indisi 6 ga teng bo'lganligi uchun AB tomonimiz ham 6 ga teng. AB tomonimiz 6 ga teng bo'lganligi uchun ABE to'rtburchakli uchburchakda katetimiz 6, gipotenuza 10 ga teng bo'lsa, Pifagor teoremasiga ko'ra AE 8 ga tengligiga kelib chiqadi. Ya'ni 100 kvadratdan 10 ni kvadrati 100 dan 6 ni kvadrati 36 ni ayirsak 64, demak AE 8 ga teng. Bundan kelib chiqib AD tomonimiz 12 ga teng va BC tomoni 10 ga teng bo'lishi kerak. Bizda demak 3 ta to'g'riburchakli uchburchak bilan bitta uchburchak bor. S1 desak, S2, S3 va S4. To'rtburchagimiz yuzasi, ya'ni A, B, C, D to'rtburchagimiz yuzasi hozir bizda tomoni, bir tomoni 6, mana bir tomoni 6, ikkinchi tomoni 12 bo'lganligi uchun ikkalasini ko'paytmasiga, ya'ni 72 ga teng. O'zi aslida bu to'rtburchagimiz yuzasi esa to'rtta uchburchak yuzasiga teng. Uchburchak yuzalari yig'indisi bular S1 plus S3 plus S2 plus S4. Demak, bu 72 ga teng. S1 bizda berilmagan, shuning uchun S1 deb turamiz. Plus S3. Mana bu to'g'riburchakli uchburchagimiz. Tomonlari 6 va 8. Ularning ko'paytmasi yarmi yuzani beradi. Plus S2. Mana bu tomonimiz. Tomonlari 4 4 bo'lgan to'g'riburchakli uchburchak. 4 ko'paytirib 4 taqsim 2, ya'ni katetlarni ko'paytirib 2 ga bo'ldik. Plus S4imiz. Tomonlari 2 va 12 ga teng, ya'ni katetlari 12 va 2 ga teng bo'lgani uchun 2 ko'paytirib 12 taqsim 2 bo'lar ekan. Bu 72 ga teng. Bu yerdan S1 plus 6 kare 8 48 2 ga bo'lsak 24 plus 4 kare 4 16 2 ga bo'lsak 8 plus 2 bilan 2 esa 12 teng 72 liga kelib chiqadi. Va S1 plus 24 va
8 12 ning yig'indisi 44 bo'lsa, teng 72 ligi va S1 ni 28 ligi kelib chiqadi. Demak, bizda 28, 24, 8 va 12 degan yuzalar bor. Bizda S1 bo'yalgan bo'lsa kerak. Agar shunday bo'lsa, S1imiz 28 bo'lib chiqadi. Agarda bo'yalgan soq yuzasi S3 bo'lganda, unda 24 bo'lib chiqadi. Demak, bo'yalgan soq yuzasini agar S1 deb olsak, javob shunda C bo'ladi. 27-savolga keldik. Demak, 27-savolimizda rasmda ABCD to'rtburchak tasvirlangan. Bunga ko'ra AC bisektor esa AB bilan BC perpendikulyar ekan. AB 6 ga, CD 8 ga teng bo'lsa, ADC uchburchak yuzini toping deyildi. Bu misolda demak, ikkita yo'l bilan ishlab ko'rib chiqamiz. Chunki bu misolimizda oson ikkita va yaxshi yo'llari bor. Bular birinchisi bisektor bo'lgani uchun alfa alfa deb belgilab olsak, AC tomonda mavjud emasligi uchun A deb belgilab olamiz va bu uchburchagimiz yuzasi S1 ni topmoqchi bo'lsak, ikki tomoni A va 8 ni orasidagi burchak sinusiga ko'paytirib 2 ga bo'lishimiz yetarli bo'ladi. Bu degani 4 ta A ko'paytirib sinus alfa kerak degani. Xo'sh, sinus alfani esa ABC to'g'ri burchakli uchburchakdan o'tkir burchagining sinusi, ya'ni alfani sinusi shu alfani qarshisidagi katet 6 ni gipotenuza bo'lgan A ga nisbatiga teng. Shuning uchun sinus alfa 6 taqsim A ga teng deya olaman yoki A ko'paytiruv sinus alfa bu 6 ga teng degani. Demak, S1 4 ko'paytiruv A ko'paytiruv sinus alfani olib borib qo'ysak, 4 ko'paytiruv 6, ya'ni 24 ga teng bo'ladi. Bu bir usuli. Birinchi usulni qarasak, ikkinchi usulimiz qanday? Ikkinchi usulimiz A nuqta bisektorisidan olingan nuqta. Bisektorisidan olingan nuqta tomonlargacha bo'lgan masofalarga teng bo'ladi, ya'ni eng yaqin masofalar teng. Shuning uchun DC tomonni davom ettirsak, undan A gacha bo'lgan eng yaqin masofamiz ham 6 ga teng bo'lib chiqadi. Demak, A 3 dan DC tomonga tushgan balandlik 6 ga teng va S1 ni topmoqchi bo'lsak, bir tomoni 8, unga tushgan balandlik 6, ko'paytirib 2 ga bo'lsak, 48 taqsim 2, ya'ni 24 bo'ladi. Bu ikkinchi usuli. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, 28-savolga o'tamiz. 28-savolimizda ABCD parallelogram tasvirlangan. BH HC ga teng, AE EF ga, FD ga teng. Demak, bu kesmalar teng, bu ikki kesma ham o'zaro teng. Va BC bilan AD teng bo'lganligi uchun belgilab olganimizda ehtiyot bo'lamiz. Bu yerda tomonimiz ham 2 ga ham 3 ga bo'linishi kerak. Shuning uchun 2 ga va 3 ga bo'linadigan tomon sonimiz 6 bo'lganligi uchun BC ni 6x desam, bu yer 3x ga 3x bo'ladi. AD'miz ham 6x bo'lganligi uchun 3 ta teng bo'lakka bo'lsam 2x dan to'g'ri keladi. Bu 2x, bu 2x, bu 2x. Endi uchburchaklarda ikkita S1 va S2 xo'sh, o'xshash uchburchak, o'xshashlikdan foydalansak ham bo'ladi. Lekin balandlikdan foydalana qolamiz, chunki parallelogram yuzasini topish uchun ham balandlik kerak bo'ladi. Bu yerda balandlik o'qisam, bu yerda ham balandlik o'qisam, o'xshash bo'lgandan keyin balandliklari ham o'xshash bo'ladi. Shuning uchun buni 3 ta h deb belgilasam, bu 2 ta h bo'ladi. Bundan kelib chiqib, parallelogramimiz o'zining balandligi 5 h ga teng. Va S1 yuzani o'zini alohida topsak, S1 yuzamiz tomoni 3x li, unga tushgan balandligi 3h bo'lgan uchburchak ekan. Demak, 3x ko'paytiruv 3h taqsim 2. Xo'sh, S2 ga keladigan bo'lsak, S2 tomoni 2x, unga tushgan balandligi 2h. Demak, 2x ko'paytiruv 2h taqsim 2 bo'lar ekan. Ularning yig'indisini 26 ligi berilganligi uchun ikkalasini qo'shib ko'rsak, 9hx taqsim 2 bilan 4hx taqsim 2 miz 13hx taqsim 2 teng 26 bo'ladi. Bu yerdan hx teng 2 ni 26 ga ko'paytirsak 52, 13 ga bo'lsak 4 ekanligi kelib chiqadi. Hx 4 ga teng. Endi parallelogram yuzasiga keladigan bo'lsak, parallelogramimizning yuzasi tomoni 6x, unga tushgan balandligi 5h ga teng. Demak, ko'paytmasi 5h bo'lsa va bu 30 da hx degani. Hximiz 4 ga teng bo'lganligi uchun uni 30 ga ko'paytirsak 120 ga tengligi kelib chiqadi. Parallelogramimizning yuzasi 120 ga teng ekan. Keyingi savolimiz 29-savol. Koordinatalar sistemasida ikkita to'g'ri chiziq tasvirlangan va A nuqtaning koordinatasi 0 12, demak bu
Koordinatada 12 ga teng. S nuqtaning koordinatasi 6,0. Demak, uning absissasi 6 ga teng. Bo'lsa, A, B, S uchburchak yuzini toping. Demak, bizda uni yuzini topishligimiz uchun A, S nuqtalaridan o'tuvchi to'g'richiq tenglamasini tuza olamiz. Bu to'g'richiq tenglamasi y teng kx plus b bo'lsa, 12 dan o'tganligi uchun b ni 12 ga tengligi aniq. K ni topadigan bo'lsak, k imiz xo'sh, 6 ni qo'ysak 0 chiqishligi uchun k minus 2 bo'lishi kerak. Demak, bu funksiyamiz y teng minus 2x plus 6 12 ga teng ekan. Endi b nuqtani bizlarda koordinatasini topishligimiz kerak. Chunki uchburchak yuzini topishlik uchun tomon bor 6 ga teng, bu aytilgan. B ning ordinatasini topsak bo'ldi. Shunda balandlik bo'lib qoladi. B ning ordinatasini topishlik uchun ikkita funksiya berilgan ekan. Bittasi y teng 2x, ikkinchisi y teng minus 2x plus 12. Ordinata kesish nuqtasining ordinatasini topishlik uchun sistemaga qo'yib y ni topsak bo'ldi. Uning uchun x larni yo'qotib olamiz. Tayyor ekan, qo'shib olsak 2y teng 12, y teng 6 kelib chiqadi. Y ni 6ligini bilganimiz uchun B nuqtaning koordinatasi bu 6 ga teng. Demak, balandligimizning uzunligi 6 ga teng. Va bo'yalgan soha yuzasi tomoni 6, unga tushgan balandligimiz 6, ko'paytirib 2 ga bo'lganimizga, ya'ni 18 ga teng bo'lar ekan. Va bizda oxirgi misolimiz 30-misol. 30-misolda rasmda ABCD to'g'ri to'rtburchak berilgan. AH 4 ta HDga teng. BE bilan DC esa 4 sm. EHDC ya'ni bo'yalgan soha yuzi so'ralgan ekan. Demak, to'g'ri to'rtburchakligidan bu burchagimiz 90 gradus va DC bilan AB tengligi uchun bu ham 4. Va bu yerda ABE teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak ekan. Bu 45 gradus bo'lib qoladi. Bu ham 45 gradus ekan. Endi o'z-o'zidan balandlik tushirsak E'dan AD tomonga, bu ham 4. Bu ham 45 gradus bo'lganligi uchun AL desak, AL ham 4. LH ham 4 ga teng bo'ladi. Chunki bu ham 45 gradus, bu ham 45 gradus, teng yonli to'g'ri burchakli uchburchaklar hosil bo'lganligi uchun 4 o'rdan. Va HD ni x deb belgilasak, AH ya'ni 8 HD dan 4 tasiga teng ekan, ya'ni 4x ga teng ekan. Bu degani x belgilaganimiz 2 ga tengligi kelib chiqadi. Bu 2 ga teng. Endi BC tomonimiz umumiy AD tomonga teng. AD tomonimiz 4 4 2 ning yig'indisi 10 ga teng bo'lganligi uchun umumiy bu 10 va EC 6 ga tengligi kelib chiqadi. Demak, bizda trapetsiya ekan, so'ralgan soha yuzasi. Trapetsiyaning yuzini topishligimiz uchun asoslari 6 va 2 ni qo'shib 2 bo'lamiz, ya'ni o'rta chizig'ini topamiz. O'rta chizig'ini balandligi 4 ga ko'paytirsak, trapetsiyaning yuzasi kelib chiqadi. Ya'ni 16 ekan. 6 plus 2 8 2 bo'lsak 4, 4 kar 4 16. Tushunarli bo'lsa, shu bilan videomizni yakunlaymiz. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar.